Bu yerda o'tirib to'y taklifnomang kelishini kutishim kerakmi? Bugun bo'lmasa ham bir kun albatta o'sha taklifnoma senga keladi. Hozirdan o'zingni bunga tayyorlasang yaxshi bo'ladi. Seyran! Menga uylanasanmi? Ha, albatta, jonim bilan. Seni juda ham sevaman. Men ham seni juda sevaman. Turmush quramiz. Seyran bilan Sinan turmush qurishyapti. Sinan benga baxt tilaganimni yetkazib qo'y. Seyran qaytibdi. Turmushga chiqayotganmish. Qiz umrida birinchi marta o'z xohishi bilan turmushga chiqadi. Kelibsan-da. Keldim. Ancha bo'ldi. 2 yil. 2 yil, 1 oy, 11 kun.